Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? 5 kilo go'sht torting shep. 5 kilo go'sht to'y qilasizlarmi deymi aka? Ne unaqa deysiz? Boya kiyinayman 5 kilo go'sht olib ketdilar-da, o'shanga so'rayapman. Ha, yo'q, olib ketdimi? Ha, olib ketdi. Ha, bo'ldi, aka rahmat endi. Aka, ana kiyinayman dedilar, xo'jayinim pulini tushab ketadi dedilar. O'shanga hozir berib ketasizmi yo keyingi safarmi? Qancha bo'ldi? 800 ming aka. Bo'ldi aka. 2 3 4. Mana aka. Xo'p. Rahmat. Charchamang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Bolalar qani? Ko'chada o'ynayapti. Ha, yaxshi. Yaxshi kelib qoldingizmi? Ha, rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Go'sht olib kelmadingizmi? Menga qara, jinni bo'lib qolganmisan sen? Boya go'sht olibsan-ku 5 kilo. Suxuddin aka, bugun bitta ish qildim sizdan so'ramasdan. Opajon keladilar mehmonga. Xo'jayinlar o'tib qolgandan keyin ozgina qiynalib qolibdilar. O'zlari bildirmadi, lekin Kamron uyimizda hech narsa yo'q dedi. Shunga 5 kilo go'sht olib, kechib kelgan hamma ro'zg'oringizni berib yubordim. Ukangiz bugun ishda kelsa, yo'qlab kelmoqchi edik. Yaxshi bo'ldi o'zingiz kelib qoldingiz deb qo'ya qoldim uyalganimdan. Dadam aytardilar, uylarga opanglarmi, singlarmi mehmonga kelsa, qarz olib bo'lsa ham chiroyli mehmon qilinglar deb. Chunki jigarchilikning fazilati u dunyoyu bu dunyo ulug' bo'ladi deb aytardilar. Shunga shunaqa qilib qo'ya qoldim. Meni kechiring. Senga tarbiya bergan otangga rahmat. Bo'pti, bor kiyinib chiq bo'lmasa. Qayerga? Ha, berib yuboribsan, ro'zg'or qilib kelmaymiz, och o'tiramizmi? Ha,